Assalomu alaykum aziz zamonaviy tandir o'chog'i ishqibozlari. Yana keyingi yangi obyektimiz Toshkent viloyatida bo'lyapti. Xudo xolasa shu yerga chiroyli qilib o'choqlarimizni joylashtirib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ishlarimizni ham boshlaganmiz. Har doimgidek yangi shogirdlar. Bari shogirdlarim, uyatchan shogirdlar, o'zini ko'rsatgisi kelmaydi. Yo'q, tug'ilgan kunim emas bugun, aldashyapti. Xo'p, 80 litrlik qozonni shu burchakka joylashtirdik. 30 litrlik qozon yonida bo'ladi. Shogird qo'shib turingda. Shu yerga gaz plita bo'lyapti. Varishni panelni shu ko'rib shu tarzda uzun qilib рабочий stol bo'ladi. Shu ko'rayotgan shlankalar chiqib turgan joyga bitta 70lik katta mo'ykani o'rnatib beramiz. Xo'p. Bu yerga kanalizatsiya turbasi uchun shtrabit qilib olganmiz. Joylarni ochib olganmiz. Keyin chiroyli qilib pol qismlarini ham kafelar bilan o'rab beramiz. Aziz kuzatuvchilar, mana ishlarimiz davom etyapti. Mo'ykan joylariga mana kranliklarini joylayapmiz. Hozir payvandlash ishlari davom etyapti. Tepasiga monolitlarni quyib oldik. Shu ko'rayotgan joylar varishni panelda joyi bo'ldi. 60 talik qozon, 80 talik katta qozonlarga o'choqlarni yasab monolitlarni quyib oldik. Xudo xolasa bugungi kech bo'ldi, erta tongdan kafelarni yopishtirish boshlanadi. Bu yoqlariga kanalizatsiya turbalarini yotkizdik. Gazlarini joylab qo'ydik bu yoqlariga, o'choqlarimizga. Shogirdlar mana har doim kafellarni ham boshlab olganmiz. Xudo xolasa mana oz qoldi. Pollarigacha shunaqa 120 lik kafellardan foydalanyapmiz. Ishlarimiz ham nihoyalayapti mana. Oxirgi pardozlar ishlari ketyapti. Shogird bola charchamayapsizmi? Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Tanishlarga salom aytib qo'ying. Har doimgidek yangi shogird. Taniganlar, yangi emas. Taniganlarga shogirddan salomlar. Bitta tozalab bitgan holatini ham bir ko'rsatamiz, xudo xolasa. Katta shogird har doimgidek rasm chizyapti. Aziz kuzatuvchilar, navbatdagi obyektimizni ham bitkizib oldik, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, joyimiz 5 ga 4 metrlik shunaqa yopiq joyda bo'ldi. Xo'p, bir boshidan boshlasak, bu 70 talik mo'ykani joylab oldik. Yoniga kattagina рабочий stol qildik va varishni panelni shu tarzda chiroyli qilib o'rnatib berdik. Gazlari ham mana yonyapti. Qozonlarimizni ham 60 talik va 80 talik qozonlarni joyladik. O'tinga va gazga moslashtirib, xudo xolasa mana ishlatib qo'yganmiz. Gazlar yonyapti. Xo'p, materiallar g'ishlarini o'zimiz shu облицовочный tramitning g'ishlaridan foydalanib, kafellari Toshkentning kafellaridan bo'ldi. Pollarigacha shu tarzda bosib qo'ydik. Ana shagi tutatib kelyapti. Ana shu tutunni qasd tarzda tortar ekan o'choqlarimizni.
ko'rishinglar mumkin. Pilososdek tortyapti keyingisiga. Qanaqangi tutayotgan ob'yomdagi tutunni mana o'choqlarimiz ichkariga qarab tortib ketyapti. Mo'risini endi o'zingizlar topib olasizlar. Mo'ri ko'rinmaydigan qilib devorga tiqib yubordik mo'rlarni. Endi ma'lumot o'rnida shu yerga materiallari shu 0 dan tonni biqigacha hisob-kitob qilinganda 11 million so'm xonadon egalarini achish bo'yicha 11 million so'm rasxod qilibdi. Bu xizmatdan tashqari materialni o'zini narxi bo'lyapti. Hamma yoq mana kачественный ko'rayotganingizdek yaxshi kompaniyalardan qo'yilgan. Smesителlari ham BAU eng zo'r oxirgi rusumdagi smesителlar o'rnatdik. Gaz komfortka ham o'rtacha yaxshidan qo'yilgan. Qozonlar ham kugunli bo'ldi, bitta alyuminli bo'ldi. Eshiklarga alohida e'tibor berishinglar mumkin. Eshiklar ham puldona tortmali, har taraflama удобный. Ham gazga ham o'tinga moslashtirilgan eshiklar bu. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qila olasizlar. Kuzatishda davom etavering.